rentgen qildi va mani teshaman deb aytdi. U bo'lmaydi, u yomon doktor degan tushuncha bor. Yoki boshqasiga borsa, u ham punksiya qilaman, teshaman deb aytdi. Bu bo'lmaydi. Keyin unga o'rganib qoladi yoki bo'lmasam qalbda yana qanaqadir tushunchalar borki, yana qaytalanib turar ekan keyin degan tushunchalar mavjud yo'q. Punksiya degan narsa tibbiyotda, ya'ni Kulikovskiy igolkasi 0,4 mm kichkina diametr igolka yordamida yuqori jag' bo'shlig'ini drenajlash amaliyoti hisoblanadi. 5-10 minut vaqt davomida mahalliy og'riqlantirish yordamida pastki burun yo'li orqali igna kiritiladi, hech qanaqa og'riqlarsiz yuviladi, yiring ichidagi massalar chiqadi, bemor 5-10 minutda o'zini yengil his qiladi. Miya ichi asoratlari berish xavfi kamayadi. Qachon qilinadi? Qachonki doktorlar ham masalan qo'li qichib turgan joyi yo'q, qachon qilinadi? Pokazaniya bo'lsa, ya'ni miya ichi asorat berish xavfi bo'lsa, 5-7 kun davomida effekt bermadimi? Ko'zlarda shish paydo bo'ldimi? Yuqori jag' qismida, ko'z pastida bosim oshdimi? Tana harorati ko'tarildimi? Hid, sassiq hid sezgilari paydo bo'ldimi? Ya'ni bunda hech qanaqa qo'rqmasdan punksiya qildirish kerak bo'ladi va bemor ahvoli birpasda yaxshilanadi. Menga murojaat qiling, xuddi shunaqa belgilar, simptomlar, gaymarit bilan savollar bo'ladigan bo'lsa, ko'rigimga yozishingiz mumkin.